Ikkita mahsulot, ya'ni anor bilan bexini qaynatib iste'mol qiladigan bo'lsangiz, doktorga ishingiz tushmaydi. Gemoglobinni oshirib beradi. Birinchi o'rinda jigar faoliyatini qayta tiklash xususiyatiga ega. Bexini parre qilib to'g'raysiz, pastda retseptini qo'yib qo'ydim va bitta anorni haftasiga 2 marta kompot qilib iching. Oshqozon ichi tizimidagi muammolar va undan tashqari jigar muammolari, uyquni yaxshilashga, qonni ko'paytirishga, C vitaminiga boy bo'lgani uchun ancha-munchaga gripp bo'lmaysiz. Ya'ni aptekaga har deb yugurolmaysiz. Farzandlaringizga, ayniqsa ota-onalar uchun bu juda ham foydali. Haftada 1 marta, 2 marta ushbu arzon turadi o'rtoqlar. Har bir kartoshka, go'sht yo'rming. Kasal bo'lmasligi uchun, yuzingiz tiniq bo'lishi uchun va chiroyli bo'lib yurishingiz uchun, uzoq umr ko'rish uchun bexi bilan anorning yetadigan yo'q. Albatta ushbu retseptni opisaniyada qoldirib qo'ydim. Qilib iste'mol qiling. Ilhomjon rahmat deb aytib qo'ysangiz bo'ladi.